Yukarı leksiyemizden devam hürmetlik vatandaşı. William sabah koroluk çıkıp can kılıcı kısımların canlısı. Yaki presiyaga çıkan canlısı William yığında notoq sözlügende köpçülükten an'anaviy qimmat qarashlarni izlab tepib olishga rag'batlantirdi. Biz asosan qonunda berilgan huquqlarimiz uchun bolalik chog'larimizda biz bilan birga yashagan yadroliq qimmat qarashlarimiz uchun ya'ni qizil, oq, ko'k ranglarga vakillik qiladigan qimmat qarashlarimiz uchun yashaymiz. Bu navbatdagi Amerika madaniyatida intayin kam bo'layotgan narsalardir. Oliy sudning arzini shikoyatni qaytarib aytganligi to'g'risida umidsizlangan Williams prezidentni davlat majlisining belgilashini umid qildi. Virginia shtati Donald Trumpni qo'llovchi ayollar guruhi qurg'uchi Alice Butler Short xonim Xudoning ta'limida birlikka kelgan davlat yig'ilishida chaqiriq qilib Allohga duo qildi. Yovuz kuchlarning ustidan g'alaba qilishga madad ber Allah. Allah bizni umidsiz qoldirmaydi. Chunki biz o'zimizdan qalbiy va ruhimiz bilan bu yerga keldik. Biz umid qilamiz, kechiringlar. Biz umid qilamiz. Biz Alloh panohligida birlikka kelgan bir davlatni epi avlodimizga qoldirishni umid qilamiz. Alice xonim mundaq dedi. Prezident Reagan aytgandek, agar biz Alloh panohligi ostidagi bir davlat bo'la olmaydi ekanmiz, undaqda biz tushkunlashgan davlat bo'lib qolamiz. Naq maydonda yig'ilishga qatnashgan namoyishchilar mundaq hisobladi. Saylan biletini o'g'irlashga qarshi turish namoyishi yovuzlik bilan adolat o'ttirisidagi bir maydon kurashdir. Texas shtatidan yetib kelgan namoyishchi Del Apandi shuning ishondiki, Alloh panohligida oq ko'ngil amerikaliklar eng oxiri cho'qim g'alaba qiladi. Biz uzundan beri yovuzlikni ko'rmaslikka soldik. O bugun pokiz yalang'och qiyofatda oldimizda oshkor bo'ldi. Biz bo'lsak, uning yovuzlikning mavjudligiga ishonmay keldik. U mundaq dedi: "Men bilaman, Allohning g'albisi biz bilan billadir. Amerika oq ko'ngil amerikaliklarning ishonchi ustiga qurilgan davlatdir. Bu oq ko'ngil kishilar bugun uyg'onishga boshladi. Rasli oddiy, samimiy odamlarning gapi samimiy bo'ladigan vatandoshlar. Yana bir xabar vatandosh. Eng oxirgi fursat. Harvardning professori Donald Trumpning eng oxirgi fursati deb ko'rsatgan mavzuli xabar. 12-oyning 13-kuni erkinlik vaqt gazetida e'lon qilingan xabar mundaq boshlandi. 14-kuni saylig'ichilar bilet tashlaydi. Harvard Universiteti Lawrence Liseng professori Lawrence Liseng mundaq ko'rsatdi. Hamda Cumhuriyetçiler Partisi kuch chiqarib, ikkinchi qatam vazifa o'tashning fursatini qo'lga keltiradigan vaqt. New York vaqt gazeti shu xabarda ko'rsatilgani xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 50 shtat saylovchilar yig'inachida 14-kuni bilet tashlab kelar navbatlik prezidentni belgilaydi. Nayti az uchraydigan ahvol ostida saylovchilar xalqning orzusi xiloflik qilib, ishonchsiz saylovchilarga aylanib qoldi. Aylanib qolishi mumkin. New York shtati va New Hampshire shtatini o'z ichiga olgan holda ishonchsiz bo'lib qolgan saylovchilarni
cezalaş ketmeydi. Haftanın birinci günü yani 14. günü Cumhuriyetçiler Partisi ikinci kıtım vazife öteş müddetini kolga keltirişinin en ahırkı fırıstıdır, dedi Harvard Üniversitesi profesörü Lawrence Lessing.